Mana shu hozirgi qo'yaman videoni o'shani qo'yinglar. Ichmayapsan, ichi suv bo'lishi mumkin deganlar uchun men stakan ham olib olganman. 3 ta Red Bulldan omon qolsak, xudo xolasa ertaga 4 ta flash bilan 32-videoni olamiz. Aka, gap bo'lishi mumkin. Siz o'zingiz sog'lig'ingizni o'ylamas ekansiz. Yoshingiz ham o'zi katta bo'lib qolgan ekan. Bu maqsadingiz nima bunaqa videolarni chiqarishingizdan? Sizdan keyingi pokoleniyalar bor-ku, hozir bu odam o'lmas ekan, mana 100 kun tak energetika ichyapti, mana 100 kundan beri bo'ldi, u o'lmas ekan, hech zarari yo'q ekan. Maqsadi shuni ko'rsatib berishmi aka? Energetikani 100% men javob bera olaman. Mani tanishim ham yotib chiqdi. Shuni orqasidan banizada ushlab qolishdi. Umuman hech yoqqa chiqazmasdan 3 oy davomida banizada yotdi. Jigar mana shunda qolgan ekan. Kichkina bo'lib. Mana shu immun energetikani orqasidan. Endi eshitding aka, o'zingizcha manu san negativ ham hozir nimadirlar yozadi menga, lekin fakt men sizga aytmoqman. Oddiy misol, energetikani mashinangiz bor ekan, mashinangizni kraskasiga quyib qo'ying, bir kundan keyin ko'rasiz nima bo'lishini kraskangizni. Yeb tashlaydi. Oppoq qilib qo'yadi, dog' qilib qo'yadi. Sizni ichingizda qanaqa nima qilyapti? Energetikani idishiga ham yozgan. Kuniga bitta butilkami, ikkita butilkadan 0,5 yoki 1 litrdan ko'p ichish taqiqlanadi. Sog'liq uchun zarar deb yozilgan. Siz hozir maqsadingiz nima bu yerda? Ko'rsatib energetikani zo'r qilib ko'rsatib berishmi? Energetikani kim ichkisi kelsa ichuvsin, lekin shu videoni energetika ichadigan odamlarga jo'nating. Что bu energetika zarar. Ne только energetika, mana shu gazi bor narsalarning hammasi zarar odamga. Qonni quyuqlashtiradi. Fakt. Javob bu gapga. Buni doktorlar ham tasdiqlagan. Gazli narsa qonni quyuqlashtirib tashiydi. Bu yoshlarchi hozirdan agar mana shu narsani videolarni ko'rib, yoshlar haqiqatan hozirdan ichishni boshlasa, yoshlikdan jigar tamom bo'ladi-yu. Shu narsani o'ylamaysizmi? Yoshlarni o'ylash kerak. O'zingizni mayli o'ylamas ekansiz, siz vobshe kerak emas odam ekansiz. O'zingizga ham kerak emas odam ekansiz. Yoshlarni o'ylamaysizmi? Yoshlar mana shu videoni ko'rib, bo'ldi, haqiqatan energiya ichish mumkin ekan degan maqsad bo'lib qoladi-yu.